O'zbekistondagi eng mazali taom bu ota-onangiz siz uchun tayyorlab bergan va ota-onangiz bilan birgalikda iste'mol qilgan taom hisoblanadi. Bu meni shaxsiy fikrim. Samarqandga kelganimdan beri uydagilarni olib hamma joyga aylangan chiqib yuribmiz. Imom Buxoriy ochilibdi. Sizlar ham kelishinglarni tavsiya qilaman. Juda ham zo'r ochilgan. Odam juda ham ko'p. Imom Buxoriydan chiqqanimizdan so'ng esa Kattaqo'rg'ondagi eski bozorda shashlikxonada yana ovqatlandik. Oyim menga shashlik olib berdilar. Oyim o'zlari pul to'lagani uchun bu ovqat menga yanada mazali tuyuldi. O'sha uchun aytamanki, ota-onamiz bilan birgalikda iste'mol qilgan ovqatimiz eng mazalisi hisoblanadi. Chunki ota-onamiz doim o'zlari pulni to'lab yuradilar. Hali hamon viloyatdagi taomlar juda ham mazali, chunki go'shtlari tabiiy, o'zlari suvishadi, go'shtga 100% ishonch bor. Va o'sha uchun har safar Kattaqo'rg'onga kelsam 1-2-3 kilo semirib ketaman, chunki faqat shashlik, tabaka, somsa mazza qilib yeyman. Juda ham zo'r va ayniqsa onam bilan, oilam bilan bu narsa yoqadi. Keyin esa mashinamni urib olishdi, o'shani ham videosini qo'ydim. Parkovkada ko'zlaringizga qarab parking qilinglar iltimos.